SPF sostavida shu ingrediyentlarni qidiringlar. Agar telefon, kompyuter, lampa yorug'ligida 8 soatlab ishlasanglar. Ko'pchilik SPFlarni ko'k nurlardan, gaz va duxovkadan, kompyuterdan chiqadigan nurlardan himoya qiladi deb sotishadi. Lekin ularning 90% ko'k nurlardan himoya qilmaydi. Aldanib qolmaslik uchun SPF sostavidan shu ingrediyentlarni qidiringlar. Birinchisi dioksid jeleza. Bu fizikiy filtr. Bu filtrni ko'k nurlardan himoya qilishi million martalab eng ko'p isbotlangan filtrlardan bittasi. Ikkinchi ingredient bu tinosorb M va tinosorb A2B. Bu ximический filtr hisoblanadi. Bu filtr ham именно ko'k nurlardan himoya qiladi. Va yana SPF ovatganda tarkibida antioksidantlar bormi yo'qmi shularga ham e'tibor qaratinglar. Antioksidantlarga kiradi ekstrakt kornya solodka, niacinamid, ektain, resveratrol, vitamin G, vitamin C va shu kabi antioksidantlar bo'lishi kerak. Lekin bu antioksidantlar quyosh nuri ostida o'zini kuchini tez yo'qotadi. Lekin Mesoestetics kabi dermatotsektika, ya'ni davolovchi SPFlarida eng kuchli HDBM degan antioksidanti bor. Vitamin C va niacinamid kabi antioksidantlar quyoshda tez parchalanib va o'zini kuchini yo'qotsa, HDBM antioksidanti quyosh nuri ostida yana ham kuchli ishlashni boshlaydi. Bu antioksidant dunyo bo'yicha eng qimmat antioksidant hisoblanadi. Dog'li, problemli yuzlarni effektiv davolay olgan va isbotlangan antioksidant bo'ladi. SPF siz yuradigan tanishinglarga tashab qo'yinglar.